E'tiboringizga Yespos ATP tarozi bilan boshqa modeldagi tarozini farqini qisqacha ko'rsatib ketaman. Birinchi farqi, tarozining ekrani katta bo'ladi. Bu tarozida ekran ingichka uzunchoq bo'ladi. Ikkinchi farqi, bu tarozimiz 15 kilogrammgacha yuk qabul qiladi ustiga. Bu tarozimiz 30 kilogrammgacha yuk qabul qiladi ustiga. Keyingi farqi, bu tarozimizning knopkalari bo'rtib chiqqan bo'ladi, bosiladi. Bu tarozimizning knopkalari hammasi sensor bo'ladi. Yana bir farqi, bu tarozimiz faqat LAN sim bilan ulanadi. Bu tarozimizni ham LAN sim bilan ulasa bo'ladi, ham Wi-Fi bilan ulasa bo'ladi. Nima afzalligi bor Wi-Fi bilan ulaganda deganingizda, bu tarozini tokdan sug'arib, magazinni xohlagan burchagiga qo'yib tokka tiqib ishlatsangiz bo'ladi. Shu qulaylikni beradi. Yana bir farqi, bu tarozimizda dual motor bo'ladi. Bu motorchigi ikkita, e'tibor bersangiz. Bu tarozimizning motorchigi bitta bo'ladi. Xo'p. Oxirgi farqi fishkasi, ya'ni bu tarozida avtokorrektirovka qilish funksiyasi mavjud. Ya'ni mahsulotni qo'yamiz, chop etishga beramiz, qog'ozni olganimdan keyin bu yoqqa e'tibor berasiz. Avtokorrektirovka funksiyasi ishladi, qog'oz to'g'rilab oldi. Yana bir marta ko'rsataman, mahsulot qo'yildi. Pullar terib chop etishga berildi. Qog'oz chiqqandan keyin qog'ozni olganda avtokorrektirovka funksiyasi mavjud. Xolis fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirib ketinglar.